Biz ham bunday er-xotinlarga o'xshab aylanishga boramizmi yo'qmi? Oyim bilib qolsalar-chi? Kechagina yonimda Qoshlaring karomadi Shaydo bo'ldim ko'zlaringni qorasiga Sevdim desam nozlar qilib Xayriyat tushmagan. Xotin oyim qayerdalar? Ha, parkka ketuvdilar. A? Asal onam, shakar onam, qand onam Uf, Sardor aka, yotaverasizmi? To'ydan beri ko'chaga chiqqanimiz yo'q. Zerikib ketdim. Aylanib kelaylik. Oyimdan so'rash kerak edi. Oyim sezmaydilar, tez qaytamiz. Oy, hamma narsani oldingmi? Ha, yo'l bo'lsin. Keliningiz masasi yo'q ekan, shunga doktorga olib ketayotgandim. Ha, yo'q-e. Voy, bo'lsa tezroq hayda, men ham boraman. Tak, hamma tishlari sog'lom. Ha, yo'q-e. Yo'q, yaxshilab qarang, boya og'riyatuvdi. Menga ishonmayapsizmi? Men professorman. Ha, mana tishini sug'urib tashlash kerak. Bo'ldimi, uyga ketdikmi? Ha? Uyga? Yo'q, keliningiz yana kasali bor. Voy, o'li, yana qanaqa kasal? Ko'zi ham yaxshi ko'rmaydi, oyi. Voy, qudam menga soppa-soq qizni g'irt kasal kelin bergan ekan. Jinnimisiz yana doktorga boramizmi? Bu aylanish niyating bormi? Chida. Fatima Zuhramisizlar? Mayli. Bu qaysi harf? Sh, B, M. Siz qochib turing, soppa-soqsiz-ku. Kasal kim o'zi? He, malades, bildik, burgut ko'z ekansiz. Oxirgi qatorgacha umuman adashmadingiz. Dadasi, uyga keta qolaylik. Yo'q, qiziqmisan, ataylab chiqdik-ku, yana ozgina qoldi. Hozir amallab oyimni jo'nataveraman. Ha, oyi, kuni bilan kelinizni u yoqdan bu yoqqa olib yuribmiz. Odam charchiydi. Ha, to'g'ri bolam. Sen uyga ketaver, kelinga o'zim qarayman. O, men qara, men bitta o'zim harakat qilyapman. Sen ham harakat qil. Voy, kelin, sizga nima bo'ldi? Ko'zingizni oching. Boshim aylanib ketdi, qonim kam shekilli. Ha? Ana bo'ldi. Endi ozgina ushlab turasiz. Havom boshqa narsa o'ylab topolmadingmi? Shuncha qonim jalqa ketdi. Bolam endi bo'lgandir. Oyi, men sizdan ancha paytdan beri bitta narsani yashirib kelgandim. Keliningiz kichkinaligida yiqilib tushib oyoq qo'li singan. Shuni boshqatdan sindirib, boshqatdan solish kerak. Ana endi ko'nglim to'q. Kelinimni hech qanaqa kasali qolmadi. Uyga ketsam ham bo'laveradi. Sizlar ham borasizlar. Xayriyat. Ketdik endi aylanishga. Endi turalsam boramiz.